aka. Keling. Keling aka, bunday yurish bo'lmaydi aka. O'zgarish vaqti kelgan. Aka, keling. O'zgargan aka. Ha? Bo'ldi. Lechini ekansiz. Akajon, assalomu alaykum. To'g'rimi akajon? Gilavarash jo'natgan bemor sizmasmi akajon? Ha? Aka, gilavarash aytibdi-da. Bizlar bemor emas ekan, aka. Sizga jo'natish uchun deyapti, aka. Aka, qorin bo'shlig'ingizga aka qurtlar varis tushirgan ekanda. Men eshitdim akajon. Yo'q, kulyapman aka. Uni aybi yo'q, serios akajon. Men 5 ming simishga beraman aka. Faqat tekshiruv olasiz aka. Mana rezultatni ertaga borib aytasiz aka. Ertalab turasiz aka, yugurasiz. Kunduzichi O'zingiz bilan guvoh olib olasiz aka. Qarab tur deysiz aka. Eshikni bitta ochib bersangiz, qurtlar o'zi yugurib tushib ketadi. Bitta adres bersangiz. Yo'q, serios aka. Bitta ta'sir qiladi aka. Bitta. Aka, shifo bo'lsin akajon. Omad bersin akajon. Sog' bo'ling, ishingizga omad aka. Faqat to'xtatmang aka. To'g'ri yo'lga akajon. Otabekka rahmat aytib qo'ying, vrachga. Sog' bo'ling akajon, ishingizga omad. Kelinglar aka, o'zgarish vaqti keldi, o'rtoqlar. Bunday yurmang. Akajon 5 ming bo'lsin. Akajon 5 likaga dabobkalar bonuslar aka. Cho'q, akajon, ming bir o'zim aka. Odamzod bir marta o'lsa ham aldanadi aka. Yo'q, kulyapman akajon. 5 ming akajon, dabobkalar bonuslar akajon. To'g'ri yo'lga bo'lsangiz rahmat sizga. Kreditga qilib beraman, o'rtoqlar, og'ang. 5 mingligina. Naqshga da'vo qilib olsam bo'ldi. Ha? Yo'q, olish shart emas, akajon. Buni o'chiravering.